Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli bizni Umid.uz kanalimizda ashaddiy muxlislari. Biz mana xudo xolasa uzumlarimizni qishki mavsumgacha saqlagan Qobil akamizni xonadonida turibmiz. Hozirda xaridorlarimiz upakovka qilish jarayonlarida ham turibdi va xaridordan ham Qobil akamdan ham bu uzumlarimiz narx-navolari qanaqa bo'lyapti va shu kungacha saqlanish jarayonlarida qanday bir kamchiliklarga yoki bir qandaydir qiyinchiliklarga duch keldi. Bu yilgi yilda endi har xil ob-havo bo'lyapti. O'ziga yarasha baribir kam-ko'si bo'ladi. Shuni ham imkon qadar Qobil aka bilan suhbatlashib o'tishga harakat qilamiz. Uzumlarimiz tayyor holatda mana stakanchiklarimizdan suvlari to'kib, upakovka qilish jarayonida turibdi mana. Qaranglar, qanaqangi chiroyli. Bu Husayn uzumlarimiz. Bu yerda mana Damski uzumlarimiz bor. Chiroyli qilib ularni ham qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilamiz. Layklarni bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Salomat bo'linglar. Ketdikmi? Boshlandi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Jon aka, Tinchmisiz? Charchamayapsizmi hoji aka? Sizmisizmi jon? Aylanib ketay. Do'ppilar bilan to'ladi. Patsvet qilib olganingizni qarang. Ha, endi qishki istivosh kelganda shunaqa kiyinadimi? Yo'q. Bunaqangi dehqonchiliklar sotib turganda shunaqa kiyinib oladimi? Endi buni hozir bir tushuntirasiz. Dehqonchiligi zo'r bo'lgani sababli shunaqa kiyintirib Yo'q. Hoji boboning bo'lar ekan-da. Qishki mavsumda endi. Mayli, barakasini bersin. Iloyim, rahmat. Ikkalaringizga manfaatli bo'lgan bo'lsa biz xursandmiz. Sababi biz mana shu vaziyatda obunachilarimizga chiroyli qilib yoritib bersak bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Aka, ismingiz nima edi sizni? Ismim Azamat. Azamat aka, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Bizneslarga baraka bersin. Avvalambor sizdan mana shu uzumlarimizni hozirgi kunda bozorlarda qanaqa bo'lyapti sharoitlar shu haqida suhbatlashsak, keyin bir dehqonni so'zga tortamiz. Sharoitlarni bozorga uzumimiz chiqqani bilan klientga berib olinadigan narsa bozorda o'zimning klientlarim addenni, bu o'zimiz Oltiariq bozorida bu sotilmaydi aka. Ha, bu boshqa joyga boradi. Yo, o'zimiz Oltiariq bozorga chiqadi, bu yerda sotilmaydi, o'sha klientimga berib yuboraman o'sha yerda. Ha, o'sha yerdan ketadi. O'sha yerda o'zidan ketadi. Olib ketishadi. Bu hozir yashik upakovka bo'lyaptimi yo o'sha haligi? Yo'q, misol uchun hozir mana baklashkasida suvini to'kib tashlayman. Ikki dona chiragi bo'lsa olib qo'yaman xolos. Bu uzumda siljitmayman hech. Ha, shu holatida. Shu holatida. O'zini holati juda normal holat deb o'ylayman men. Aqabaqa siljitish keragi yo'q. Aqabaqa siljitsangiz misol uchun uzum urinib qoladi. O'shani hisobiga aqabaqa siljitmaymiz buni. O'sha bitta ikkita ko'ringan chiragini olib qo'yamiz, o'zi uzum ideal holatda turibdi. O'zi zo'r. O'zi zo'r holatda turibdi. O'zi misol uchun mana ko'rayotib turgan odamlar ham bo'lsa, o'zi biladi qanaqa qilishni. Buni o'sha ko'ringan bir dona, ikki dona hali chiragani, qurigani bo'lib qolsa, shunday olib qo'yiladi, baklashkasida suvini to'kib qo'yiladi. Bo'ldi akajon. Shu holatda turaveradi. Shu holatda turaveradi. Yaxshi. Azamat aka, hozir mana faqat bozorimizda Husayni bilan oq Damski uzumlarimiz chiqyaptimi yo boshqa uzumlardan ham, svitnoylardan ham olib chiqishyaptimi? Boshqa uzumlardan ham, svitnoylardan ham olib chiqishyapti. Men baklashkasini kam ko'rdim. Iloji boricha o'sha vakuum qilingan, xolodilnikga saqlangan mertlarni, shoxoniylarni olib chiqishyapti. O'shalarni ko'rdim xolos. Misol uchun baklashka uzumni men kam ko'rdim yerda. Hozirgi paytgacha. Aka, bunday narsada endi hozir mana xolodilnik deb gapirib o'tib ketdingiz. Xolodilnikdan chiqqan uzum bilan baklashkada saqlangan uzumlarimizni bozorda ham o'rni bor-da ikkovini. O'rni bor. Qaysi biri qanaqa bo'lyapti? Vakuumda ham xaridori o'zining harmanda yaxshi yetadi. Ammo buniki talab kuchliroq. Baklashganiki. Baribir, buni talabi kuchliroq. Bunga sabab nima? Bunga sabab, misol uchun vakuumga saqlanganda hali ko'pchilik yeb ko'rsa, dorini ta'mi kelib qolyapti. Tepasidagi haligi nimaniki? Dori qog'ozini, o'sha dori qog'ozini ta'mi kelib qolyapti. Dorini ta'mi qoladi baribir. O'sha dorini ta'mi qoladi. Urvoradi uzumgacha. Bunga ko'p nima? Oshiq ko'p bunga baribir. Ishqibozi ko'p. Ishqibozi ko'p Ishqibozi ko'p. Tabiiylikda. Tabiiy, svejiylik ham bor-da bunda. Bunda keyin hali dorini ta'mi ham yo'q, boshqa ham o'zini o'sha ta'mini, xususiyatini bemalol ushlab qo'ygan bu uzum. Tushunarli. Hozir endi bu narsa sizni ixtiyoringizga o'tdimi? Bu narsa meni ixtiyorimga o'tdi. Demak, sizdan so'ra bir dona tatib ko'rsam bo'ladi. Bo'ladi, bemalol, bexijolat tartib ko'raverasiz. Men obunachi kamerani yaqinroq olib keling, baribir bitta qaychida o'zi beraylik, qo'lda xunigini chiqarib qo'ymaylik. Bismillah. Hamma narsani olsang jup olgin deyishgan. Ha, mayli. Ko'rinishlari mana zo'r ekan. Bismillah. Qani bu qishda bir boshqacha bo'lsa kerak-a? Yozdi mevasi.
O buni yozgi kunida bog'ning ichiga kirib uzumni ta'mini ko'rib aytish oson-u, bu yerda turib hozir qish mavsumida mana bunaqangi tepadan qirg'oq yog'ib, qor yog'ib turgan paytda uzumni ta'mini ko'rish vobshe boshqacha bo'lar ekan. qarang. Azamat aka keling aka, nima ketyapsiz aka? Balki 2 minutlik oxirgi gapim bor sizga. Keling. O'zi ancha-muncha odam, xaridor odam kameraga chiqavermaydi-da meni kanalimda. To'g'ri. Hozir tomoq angina og'rib turgan sababli o'shaning uchun kamroq chiqaver. Kamroq siz bilan gaplashib ko'p gapirtirib qo'yapsiz. Yo'q, yaxshi. Juda chiroyli suhbat bo'lyapti. Hozir mana o'zi ko'rib turgan odam zerikkani yo'q-da. Ko'p gapirib yubording degani yo'q. Misol uchun mana shu Qobil akamni uzumidan yeb turib, mana shu tomoqni olib qo'ydi. Shirasi. Shira tomoqni. Ha. Ertaga siz ham kameraga gapiraman deb qiynalib qolmang demoqchiman. Yo'q, biz sinalgan bu usullar bizda. Yaxshi. Aka, buni narx-navosini siz bilan suhbatlashaylikmi, Qobil akam bilan gaplashamizmi? Men bilan ham, Qobil akam bilan ham bemalol gaplashaverasizlar. Buni narx-navosi Husaynini 30 ming so'm olingan, Damiskini 30 ming so'm olingan. Ikkovi ham bir xil. Ikkovi ham bir xil. O'zi asli Damiski qimmat yuradi. Shuni aytyapman-da. Damiski qimmat yuradi, bu arzonroq yuradi. Nima sababdan endi bir xil narx? Sababi bir xil narxligi, men Damiskidan foyda qilaman. Husaynidan ozgina ziyon qilaman. Lekin kiyib ketadi. Ikkovi bir-biriga kiyishtiriladi. Tushunarli. Sotishda kiyib ketiladi. Tushunarli. Sotishda. Endi ziyon qilaman demang, barakasini bersin. Barakasini beryapti, shunday ham. Xudo xolasa ziyonim yo'q. Xudoga shukr. Izini bosyapti inshaalloh. Lekin bu narsa bozorga chiqqungacha ancha mehnat talab qiladi. Misol uchun o'sha suvni to'kib tashlash, chiragini olib tashlash, toshish, olib chiqish bo'lib mehnat talab qiladi. Buni o'zi ko'rib turgan obunachilarimiz ham hammasi bilaveradi. Inshaalloh ko'rib turishibdi, mana bilishadi ham. Buni o'zi baklashgan, saqlaydigan odamlar o'zi yaxshi biladi buni. Holatini, holatini, qiyinchilik borliklarini o'zi yaxshi bilishadi. Tushunarli. Azamat aka, mana endi sizga ruxsat bersam bo'laveradi aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Chetdamiz aka. Xo'p bo'ling. Keling endi Hoji bobo. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Bular endi mana Azamat o'zi hamma gapni gapirdi. Yo'q, hamma gapni gapirdi-yu, baribir siz bilan ham endi suhbatlashmasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Yo'q, charchash yo'q. Yakuniga yetib kelibmiz mana, xudo xolasa. Buni paytda charchash bo'lmaydi, pulni Umidjon. sanaydigan Pul joyiga. sanaydigan paytda. Yaxshi, barakasini bersin. Mana Azamat akam aytib o'tishdi, ularga ham sizga ham manfaatli bo'lsin. Rahmat. Hozir qarang, ikkala oq Husaynini ham, oq kelin barmoqni ham bir xil narxda olyapman deyapsiz-da. Mana sizdan so'rayman, sizga mana shu narx-navo ma'qul bo'ldimi axir? Ha, menga ma'qul. Endi o'zlari bular o'sha bozorda sotishda qanaqa qilib sotishsa o'zlari biladi. Menga shu yerda uyda dogovorimiz, Husayni ham, Damiski ham, qurug'i ham bor-da Umidjon mana. Mana shu yerda bir vosh turibdi. Bandi qurib qolganlar. Mana shuncha ko'rib turganda ichida bir vosh turibdi mana shu yerda. Shunisi ham 30 ming. Misol. Bir xilda. Bir xil narxda. Endi bizni sotishda bozordagilar bilan buni quruq, chala, sveji deyilgan 3 ta narsa bor-da. Mana o'shaning uchun mana shu qurug'i ham 30 ming, sveji ham 30 ming, damiski ham 30 ming. O'zi aslida tozasini olaman deydigan bo'lsa, ancha sartirovka bo'lib qolar ekanda, demak bu. Asli sveji qilib olaman deydigan bo'lib bo'lsa, anchagina atxot chiqib qoladi. Atxot chiqadi. Narx qimmatga sotaman deb turib, bu yoqdan atxotni ancha yerga urib qo'yiladi. 3 ga bo'linadi-da. Undan o'sha boricha. Mash holatda bizniki mana ko'ryapsiz hozir. Mashlar tayyorlashdi hozir mana. Hozir yuklashadi, tarozidan o'tkazib. Betida ko'ringan chirigini olib qo'yiladi. Bitta yarimta. O'zi chirig ham yo'q uzumda. Yil yaxshi turdi uzumlar. Ob-havomiz yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Shuning uchun shu holatda olib chiqib ketishadi. Menga yaxshig'ini qaytarib olib kelib berishadi. Hozir video boshida aytib o'tdim, uzumlarda ham bu holatga olib kelguncha ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi-da. Yilda bir nimalar qiyin bo'ldi uzumlarimizda? Yilda endi ortiqcha qiyngarchilik ham bo'lgan. Shu 4 kun yangi yildan keyin tumanli havo bo'ldi. Qattiq tuman. Qattiq tumanlar. Ash kunlarda endi ko'p odam
havo eshikni ochib bo'lmaydi-da unda, tumanli havolarda. Havo kirgizib bo'lmaydi. Aha. Shunda endi jicha nima bo'ldi? Men ventilyator yurgizdim, ichiga kirgizib. Aha. Bir 2 kun. Aha. Shu undan ag'da havolarni yildagidek ochib, eshik romlarni havosini berib keldi. Yaxshi bir yil. Necha gradus ushash kerak edi buni xonadonning ichida? Xonani endi shu 5-6 pilusda tursa, eng normalniy yaxshi holat. O'sha holatda mana shunday qilib saqlasa bo'ladi. Ko'pchilik chirib ketyapti, saqlab bo'lmayapti deyishyapti. Aynan o'shanaqangi haroratda ushasa ham shu holatga kelyapti. Bunga sabab nima? Endi u chirib ketishiga bitta u haroratdan rol o'ynamaydi. Aha. Havoni berish kerak-da. Odamlar ko'p odam havoni bilmaydi. Meniki mana shu oddiy uy. Misol necha marta ko'rilishgan, obunachilar ham bilishar. Bitta deraza, bitta eshigini ochaman. Kunda ochaman. Uzum olib kirganimdan boshlab mana hozirgi paytgacha. Qaysi paytlar? Shu shomdan keyin. Shomdan keyin. Ochib, ertaman azonda bomdod paytda bekitaman. Eshikni o'zinimi yo derazalarga? Eshikni ham, derazani ham. Shomni kechasi bilan ochiq turadi. Kechasi bilan ochiq turadi. Nimagaki birorta mana po'palaylagan narsa yo'q-da, mana ko'ryapsizmi? Mana chiroyli holat. Kamerachi misol yaqinroq ko'rsating-da. O'sha dimlanib qoladi. Ko'p odam havoni oz beradi. Shundan chirish boshlanadi. Tushunarli. Bitta tarafi shu, bitta ikkinchi tarafi endi uzumiga ham bog'liq har kimda. Endi mana siz hozir kechqurun shomda ochib, ertaman bomdodgacha ochiq turadi deyapsiz. O'shunaqangi misolchi mana bizi hududda mayli minusga tushmagandir kechki paytlar. Bir xilgi joylarda anchagina sovuq bo'ladi. O'sha holatlarda ochib qo'yadigan bo'lsak, bu uzumlarimizga o'sha minus havo ta'sir qilmaydimi? Minus havo o'sha ta'sir qiladi. Ortiqcha o'sha minus ham misol 5-6 ni tevasidagi minus bo'lsa, o'shalarda bilintiradi. Plus 1 unaqalar hech nima qilmaydi. Nol ham bilintirmaydi. Nol ham bilintirmaydi o'zi. Nimagaki uyda harorati bor baribir. G'ipligini hisobiga uyda u darajada nol bo'lmaydi-da. O'shaning uchun bu yilgi havo zo'r bo'ldi. O'sha yetdimi? Yangi yildan keyin tumanli kun 3 kun sal sovuqroq tuman bo'ldi. Undan ag'da men ertalab yo'q, bir dona ham. Bu yil yaxshi. Yaxshi. Xudoga shukr mana o'sha va'da qilganimizdek imkon qadar ko'rsatamiz, sotilish jarayonini ham dedik mana. Nasib aka mana tashqarilarga tayyor olib chiqilgan, Azamat aka mana yuklash uchun tayyor qilib qo'yibdi. Endi mana hozir bitta uyimiz bo'shatishdi. Mana shu Azamat o'zi toshyapti. Ikkinchi uyimiz turibdimi? Ikkinchi uyimizda ham o'zi ozgina qoldi. Mana hozir. Barakasini bersin mayli. Yakunlab qo'yaveramiz. Aka o'zi ancha gaplashib oldik. Sizlarni ham vaqtlaringda olmaylik. Pul sanash kerak bo'lsa yordam qilamiz. Ha, bo'laveradi. Aziz obunachilar, mana Azamat akamiz bilan bozordagi holatlar bo'yicha, Qobil akamizdan saqlanish sharoitlari bo'yicha va imkon qadar mana ochiq oydin narx-navolarigacha ham aytib o'tdik. Albatta sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa mana qishki mavsumlarimiz tugab, bahorga chiqyapmiz. Fevral oyidan уже boshlanadi mehnatlar. Xudo xolasa boshlanadi. Bog'larda mehnatlar boshlanadi. Imkon qadar 2026-yilda ham uzum sezonini chiroyli holatda sizlarga yoritishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qobil aka, rahmat. Rahmat sizlarga ham. Rahmat, kelaverasizlar. Xo'p, rahmat.